Ana chaqirtirgan ekansiz. Tushunmadim. Ana o'zi buzilib qolgan ekan-ku, ana o'zi to'g'irlash kerak ekan. Tushunmayapman, nima deyapsiz? Yana ana qila olmadim. Ha, siz santexnikmisiz? Ha. Ana degan gapni ko'p ishlatar ekansiz, ha? Rakminadan suv kelmayapti. Shuni nima qilsa bo'ladi? Ana o'zi ochib ko'rsam bilaman-da. Ana degan gapingiz yomon eshitilar ekan-e. Ha, kiring. Sizga yordam kerak emasmi? Mana u pastdagi, ana uni ushlab tursangiz, yordam bersangiz bo'laydi. Uf, ana ushlanganimi? Tushunmadim. Nima qilyapsanlar? Voy, yo'q dadasi, noto'g'ri tushunmayman. Sizga tushuntirib beraman. Siz noto'g'ri tushunmang, bizlar xotiningiz bilan ana qilayotgandik, siz kelib qoldingiz. Voy, nimaga unaqa deysiz? Va sotan, seni o'ldiraman. Alo. Eshitaman. Teskovoymi? Bitta odam xotinni ana qilyapti. Tez kelyapsizlar bo'lmaydi. Chinnimi bu?